Bugungi kunda SPF'larning turi judayam ko'p. SPF o'zi judayam важный hisoblanadi. Agar yuzingizni qarishini, tez qurib ketmasligini, yuzingizga tez ajin tushib, yuzingiz judayam ta'sirchan bo'lib, qizarib ketmasligini xohlasangiz, yuzingizni himoya qatlamini asrashni xohlasangiz, unda sizga SPF kerak to'g'rimi? Bu degani magazindagi hamma SPF'ni ko'tarib olib ketinglar degani emas. SPF har doim yuz holatiga qarab, yuzi turiga qarab tanlaniladi. Lekin shunaqa botda turgan SPF'lardan ikkitasi bor. Eng ходовой va ikki xil variantini ko'rsatmoqchiman. Kimdirlar bor, tonalka в общем kosmetika ishlatmaydi, faqat SPF suradiganlar uchun varianti bor. Yuziga tonalka surganda qaytib chiqib ketadi bir xilani kojasidan, porani ustiga chiqib qoladi, yuz ustiga chiqib qoladi, yuzi yog'lanib ketadi. SPF sursa tonalkasiz to'yga turmaydiganlar bor. O'shaning uchun hozir ko'p reaksiya qoldirsanglar, men o'sha ikkita SPF ko'rsataman. Shuncha SPF ichidan ikkitasini